dunyo tajribasini ko'radigan bo'lsak, O'zbekistondagичalik e'tiborni, misol uchun men Markaziy Osiyo mintaqasida tarix sifatida eng zo'r tarixga e'tibor, men adabiyotga e'tibor, tarixiy ma'naviyatni tiklashga e'tibor, O'zbekiston tarixi, O'zbekiston davlatichalik men dunyo tarixida ko'rmayapman. Hatto yurtboshimiz o'zlari rahbarliklarida mana yaqinda o'sha Fransiyaning Luvr shahrida katta ko'rgazma bo'lib o'tdi. Bu Markaziy Osiyo mamlakatlarini davlatlari ichida birinchilardan bo'lib, O'zbekiston o'zini tarixini, madaniyatini o'sha Luvr boya maqtagan muzeyda namoyish etdi. Agar u muzeyga shu qadar ko'p odam kiradigan bo'lsa, O'zbekiston tarixi va san'atini ham tanishtirish imkoniyati bo'ldi. Mana yurtboshimiz bevosita rahnamoliklarida bu bo'lyapti. Bu hamma davlatda ham kuzatilmayapti. Albatta. Ma'naviyatga, madaniyatga, o'tmishga e'tibor bizni davlatimizni asosiy siyosatining yo'nalishi bo'lganligi bu faxr. Bundan tashqari mana Germaniyaga tashriflari davomida Italiyada ham O'zbekiston tarixi, san'atiga oid ko'rgazmalar tashkil qilinib, bu ko'rgazmalarda bugungi kunimiz emas, antik davr, o'rta asrlar, rivojlangan o'rta asrlar, xonliklar davri, hamma davrning eksponatlarini ko'rsatib, O'zbekiston davlatchilik tarixini, shu 3000 yillik davlatchiligimiz tarixini dunyoga namoyish etyapmiz va bu bevosita hukumatimizning rahnamoligida bo'lyapti. Chunki bizni dunyo al-Buxoriylar avlodi, Beruniylar avlodi deb biladi. Va hatto bugun ham o'shalarga munosib ish qilishimizni dunyo kutyapti-da. Shu nuqtai nazardan bugungi avlod ham bo'sh kelmayotganligi, hukumat darajasida yoshlarga e'tibor berilayotganligini bu hammasi javoblari, ishoralari deb qabul qilish kerak.